13-maktab. Bu yoqda 12-43-dom. Bu tomonda ikkita tomlarda Gold Market. 3 xonalik uyimizni obzorini qilib o'tamiz. Assalomu alaykum hammaga. Zarafshon Sale obunachilari. Bugun sizlarga 4-qavat 3 xonalik uyimizni 12-43-55-xonadonni sotuvga qo'yib yuboramiz. Ko'rishingiz mumkin. Remontlari yaxshi, gilam, parda, hamma narsasi bor. Bu yoqda mebellari. Narxini sraz aytib o'tamiz. 470 million deyishyapti. Narsalari bilan. Agar narsasiz kelishaman desanglar 459 millionga baraka qilishingiz mumkin. Bu yoqda gilamlari, mana bunaqa shkaflari, necha yillik xonadon, o'zlari akkuratni turishgan. Bu yoqda kichkina balkonlari bor. Bu yoqda hozir katta xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda kuxnya, bu yoqda katta xonasi, televizor, divan, gilam, bu yoqda katta shkaflari, konditsionerlari ham bor. Remontlari yaxshi, yomon emas. Bu yoqda 3-xonamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ham shkaflarimiz bor. Hamma derazalari akfadan. Xonadonimizda bu yoqda kuxnya garniturlari, mebellari qilingan. 470 millionga yomon emas. Endi kimgadir qimmat bo'lishi mumkin, lekin egalari bilan maksimal darajada savdosini qilib, shunaqa narxlarga ko'ndirdik. Bu yoqda yana bitta balkonlari bor. Ko'rishingiz mumkin. 13-maktab, shundoq orqasi, mana maktab, shundoq orqasi, lokatsiyasi juda ham yaxshi. Zarafshon Sale uchun 3 xona, 80 kvadratdan yuqori uyimiz. Bemalol telefon qilib egalariga baraka qilishingiz mumkin.